Psixologik salomatlik uchun 7 kun, 3-kun ketdik. Bugun siz bilan reframing haqida gaplashamiz. Ya'ni insonda shunday fikrlar bo'ladi, u fikrlarni biz qayta shakllantirmaydigan bo'lsak, u fikrlar sekin-sekin salbiy fikrga aylanib, insonni stress manbaiga aylanib qoladi. Shundan kelib chiqqan holatda biz o'zimizdagi fikrlarni, xususiyatidan kelib chiqqan holatda, ayniqsa salbiy fikrlarni biz iloji boricha qayta shakllantirishga harakat qilishimiz kerak. Uni qaytadan boshqacha qolipga solishga o'rganishimiz kerak. Buning uchun eng keng tarqalgan oddiy texnika shunchaki sizni bezovta qilayotgan, sizni xavotirga solayotgan 3 ta fikrni qog'ozga yozing. Birinchi fikr, ikkinchi fikr, uchinchi fikr. Va undan keyin har bir fikr bo'yicha o'zingizga o'zingiz shunday ko'rsatma berib chiqing. Bu shunchaki fikr. U fikr menda bor, lekin u haqiqat emas. Nima uchun haqiqat emas? Chunki hamma fikrlarimiz ham hayotda amalga oshmaydi. Hamma fikrlarimiz ham real hodisa sifatida namoyon bo'lmaydi. Biz bo'ladigan bo'lsa, xuddi bizdagi bor fikrlar hayotda bo'layotgandek xavotirlanib, qo'rqib, hayajonga tushib, o'zimiz qiynab, yo'q joydan stressni o'zimizga hosil qilib yuramiz. Shundan kelib chiqqan holatda iloji boricha o'zingizdagi har qanday salbiy fikrni shunday qayta shakllantirishni o'zingiz uchun odat shakliga keltiring. Bu birinchi tavsiya. Ikkinchi tavsiya, albatta o'sha kundalik jurnal o'zingiz uchun bir hayotiy hodisalaringizni, voqealaringizni yoki shunchaki fikrlaringizni qayd qilib, ularni yozib tahlil qiladigan bir daftar tuting. Kundalik yoki bloknot tuting. Va bu nimaga yordam beradi? Shunchaki siz o'zingiz fikrlaringizni yozib borayotganingizda, u fikrlar haqiqatdan yo'qligini his qilasiz. Va uni siz chuqurroq anglab yetasiz. Va siz o'sha fikrni yozganingizda uni ijobiy tomonlari, salbiy tomonlari, imkoniyatlar yoki xavflar tarzida svot tahlil yoki umuman tahlil qilishingiz mumkin. Bu sizga o'zingiz fikrlaringizni qayta shakllantirishingizga, qayta ko'rib chiqishingizga hamda sizga shunday stressli qilayotgan ta'sirini muayyan ma'noda pasaytirishga yoki bartaraf etishga yordam beradi. Ikkinchi muhim tavsiya aynan fikrlarni qayta shakllantirish, qayta ko'rib chiqishga yordam beradigan muhim tavsiya o'sha agar kundalik tutadigan bo'lsangiz, o'sha har bitta salbiy fikrni ayniqsa kech payt uyquga ketishdan oldin. Nima uchun uyquga ketishdan oldin? Chunki aynan uyquga ketishdan oldin salbiy fikrlar bilan biz uyquga ketadigan bo'lsak, hayolimizda o'sha fikrlar qolib ketadi, hatto o'sha yomon fikrlar tushimizgacha ham kirib chiqishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holatda iloji boricha kech payt o'zingizdagi salbiy fikrlaringizni yozingda, o'sha salbiy fikrlarga nisbatan shunday savol bering. Bu fikr hayotda bo'lishiga dalil bormi? O'zga dalillar bering. Keyingisi, bu fikr men uchun qanchalik muhim? Bundan muhim narsalar bormi deb o'zingizga savol bering. Aynan mana shu savol o'sha muhim kalit savol bo'ladi. Chunki hayotimizda o'sha fikrdan ko'ra boshqa muhimroq qadriyatlarimiz, holatlarimiz kelib chiqadi. Va uchinchisi, men shu fikrga boshqacharoq qanday qarashim mumkin degan fikrni ham o'zingiz uchun o'ylab ko'ring. Mana fikr yozdingiz, o'sha fikrga nisbatan men bu fikrga ya'ni qanday qilib boshqacha qarashim mumkin degan savolni bering va o'ylab ko'ring. Bu fikrni o'z navbatida biz yanada ijobiy yo'singa, yaxshi tomonga yo'naltirishimizga yordam beradi. Oxirgisi aynan reframing texnikasini siz bilan ko'rib chiqamiz. Reframing nima? Bu fikrni qayta shakllantirish, qayta baholash, qaytadan munosabatni o'zgartirishga yordam beradigan, o'ziga xos bir fikrlar bilan ishlaydigan, salbiy fikrlarni ijobiy fikrlarga aylantiradigan texnika hisoblanadi. Xo'p, bunga bitta misol, masalan, sizda shunday salbiy fikr bor.
aytaylik, men bu topshiriqni bajara olmayman degan fikr. Va aynan mana shu fikr sizda qo'rquv, xavotir, ortiqcha aytaylik salbiy emotsiyalarni va umuman olganda stressni yuklab keladi. Va siz mana shu fikrni shunday qayta shakllantirishingiz kerakki, u sizga stress bermasin. U sizga xavotir bermasin. U sizni qo'rquvingizni mundoq kuchaytirmasin. Buni men bu topshiriqni o'rganishim kerak. Bu men uchun o'sish imkoniyati tarzida qayta shakllantirishimiz mumkin. Mana fikr qanday edi o'zi? Men bu topshiriqni bajara olmayman, xavotirli, qo'rquvli, stressli fikr. Keyingisi, men bu topshiriqni o'rganishim kerak. Bu men uchun o'sish imkoniyati. O'zgarishni ko'ryapsizlar. Demak, aynan mana shu fikr ijobiy yuzinga, dahshatdan imkoniyatga o'tishi yoki qandaydir xavotirli vaziyatdan insonni o'sish yo'liga o'tishi, bu albatta insonni holatini, xulq-atvorini ijobiy tomonga o'zgarishiga xizmat qiladi. Chunki bizdagi fikrlar bizdagi xulq-atvorni, bizdagi hissiyotlarni asosiy manbai bo'lishi ham mumkin. Xo'p, endi bu qanday bajariladi? Salbiy fikrni aniqlang. Sizga tinchlik bermayotgan, holatingizni yomonlashtirayotgan. Ikkinchisi, bunga qarshi ijobiy yoki konstruktiv alternativ o'zingizga, ya'ni o'rniga boshqa ijobiy alternativ qandaydir yaxshi fikrni bering. Aynan shu mazmunni saqlab qolgan holda. Va har safar shunday fikr kelsa, uni shunchaki almashtirish o'rganing. Salbiy fikr keladi, uni o'rniga shunchaki ijobiy alternativ almashtirasiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozirga berilgan tavsiyalar hammasi fikrlarni qayta baholash, qayta shakllantirish yoki qayta nomlashga oid. Va bular sizni albatta stresslaringizni kamaytirishga yoki bartaraf etishga, hayotda zavq bilan yashashga yordam beradigan muhim tavsiyalar hisoblanadi. Unutmang, sizni fikrlaringiz sizni xulq-atvoringizga, sizni hayot tarzingizga, sizni tafakkur tarzingizga aylanib qolishi mumkin. Va ijobiy fikr bo'ladigan bo'lsa, xo'p, yaxshi. Lekin salbiy fikrlar shunday bizni hayot tarzimizga, xulq-atvorimizga aylanib qoladigan bo'lsa, tafakkur tarzimizga aylanib qoladigan bo'lsa, bizga yashash shunchaki qiyinlashaveradi.